Assalomu alaykum hammaga. Nur Invest YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugungi videoda yana bir yangi loyihamiz, ya'ni kompaniyalarni yilda 4 marta bo'ladigan kvartalniy hisobotlari bilan ishlash bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishib o'tamiz. Bu nima uchun juda ham muhim? Chunki kvartalniy hisobotlar treyderlar yil davomida kutadigan eng muhim sanalar hisoblanadi. Ya'ni stock marketda, aksiya bozorida eng zo'r volatilniy bo'ladigan, u siz CPI deysizmi, prezident almashinuvi deysizmi, har qanaqangi marketdagi eng kuchli volatilistlardan ko'ra ham eng katta daromad olib keladigan, eng kuchli volatilist bozorga olib keladigan yo'nalish bu kvartalniy sezon hisoblanadi. Ya'ni yilda 4 marta kompaniyalar kvartalniy hisobotlarini taqdim qilishadi umumiy holatda ommaga. Mana shunaqangi holatda treyderlar buni har bir kvartalni kutib o'tirishadi. Zo'r kompaniyalarni yaxshi bir juda ham skidka narxlarda yoki bo'lmasam kuchli kompaniyalarni portfelga qo'shib olish yoki swing trade uchun juda ham muhim bo'ladi. Bu videolarimiz endi sizlar bilan kvartalniy sezon boshlangani uchun kvartalniy sezon davrida bir nechta kompaniyani sizlar bilan tahlil qilamiz. Nima uchun bu kompaniyaga kirsa bo'ladi, nima uchun olmoqchimiz, mana shu haqida va siz ham o'zingiz tahlillaringizni qilayotganda bunaqangi yo'nalishdan foydalansangiz bo'ladi. Demak boshladik. Bugungi birinchi ko'radigan kompaniyamiz bu ASML degan kompaniya, ya'ni ASML kompaniyasi. Bu chip bozoridagi monster gigant desak ham bo'ladi. Eng yagona bozordagi hech qanaqangi tengi yo'q bo'lgan bitta kompaniya, ya'ni monopolist hisoblanadi. Nima uchun monopolist deyishimni hozir sizga video davomida tushuntirib beraman. Demak, birinchi o'rinda har doimgidek odatimizga binoan kompaniyani musaffa programmasidan joizligini tekshirib oldik. Hozirgi holatda bugungi sanada ko'radigan bo'lsak, kompaniya joiz holatda turibdi. Mana ASML holding kompaniyasi stats rating bilan baholanyapti. Xo'p, kompaniyani siz saytiga kirib ko'ring. Ya'ni home page bilan har doim kompaniyani uzoq muddatgami, o'rta muddatgami tahlil qilmoqchi bo'lsangiz, ko'pchilik fundamentalda nima deb o'ylaydi? Filmingizga kiradi, filmingizga kirib PS bunaqa ekan, EPS bunaqa ekan, revenuesi bunaqa ekan, investorlari insider buy. Yo'q, bu fundamental tahlil emas. Bu fundamental tahlilda eng tubi, eng kichkina joyi desak ham bo'ladi. Fundamental tahlil unaqa hisoblanmaydi. Fundamental tahlil umuman qilib aytganda kompaniyani mohiyatini tushunish. Nima uchun bu kompaniya yurishi kerak? Nimaga asosdan turibdi bu kompaniya? Nimaga asosdan bu kompaniya pul topyapti? Mana shu fundamental tahlil. Siz filmingizga ko'rib qaysidir gruppalarda, qaysidir o'quv kurslarida ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Filmingizga kirasiz fundamental tahlil. Yo'q, bu fundamental tahlil emas. Bu statistik tahlil deyiladi. Ya'ni statistik tomondan kompaniya PS qanaqa, EPS qanaqa, insider qanaqa, volume nima? Mana shu narsalarni ko'rish bu statistikasini ko'rish hisoblanadi. Fundamental tahlil kompaniyaning mohiyatini tushunasiz, nima uchun yurish kerakligiga sabab topasiz. Mana shu narsa uni zo'rligini ko'rsatib beradi. Xo'p, endi fundamental tahlilda boshlaydigan bo'lsak, ASML kompaniyasi nima ish qilishini men sizga qisqartirib o'zini saytidagi ma'lumotlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. ASML kompaniyasi our product, ya'ni kompaniya produktlari umumiy holatda mana shu litografik mana bu joyda yozib qo'ygan litografik produktlar ishlab chiqaradi. Umumiy holatda ya'ni kompaniya aytib o'tganimdek chip bozoridagi, chip infratuzilmasidagi yagona gigant monsterlardan hisoblanadi va buni sababi kompaniya chip ishlab chiqarmaydi. Nvidia, siz Nvidia, AMD degan kompaniyalarni bilasiz yoki bo'lmasam qanaqadir yana Intel degan kompaniyalarni bilishingiz mumkin. Bular chip ishlab chiqarishi mumkin deysiz, lekin ASML bo'lsa, bu mana shu chip ishlab chiqarib beruvchi kompaniyalarga chip ishlab chiqarish uchun equipment, ya'ni stanok yasab beradigan desak ham bo'ladi. Ya'ni stanok, ya'ni jihozlarni, produktlarni, chipni ishlab chiqarish uchun mexanizm yaratib beradigan kompaniyani biz tahlil qilyapmiz. AUV produktlari bo'yicha, litografik bo'yicha juda ham kuchli kompaniya. Shu sababdan ham buni bozorda hech qanaqangi konkurenti yo'q. Nima sababdan? Chunki bitta mana bunaqangi siz ekranda ko'rib turgan mana bunaqangi produktni yasash uchun bitta kompaniya 10 yillab, 15 yillab research and developmentga rasxod qiladi. Bitta produktni, mana shu kompaniyani bitta produktini yaratilish uchun 200 million, 250 million dollarlab xarajat ketadi. Ya'ni bitta produktni o'ziga, ya'ni bitta stanokni yaratish uchun. Va buni research and development ham eng kamida 10-15 yil vaqt oladi. Shu sababdan
ASMLni bozoriga kirish bu почти нереально desak ham bo'ladi. Bu bozorga kirib turib, u yerdan daromad qilish, u yerda o'zini bazasini qura olish, u yerda o'zini bozorini shakllantirish bu boshqa kompaniyalar uchun judayam nerealniy. Shuning uchun ASML haqiqatdan monster deyiladi o'zini umumiy sferasida. Va kompaniya nimaga asosdan pul topadi? Bu yerda men sizga yana ham sodda qilib vizualniy holatda ko'rishingiz uchun bu yerda ko'rsatib qo'yganman. Bu umumiy holatda infratuzilma desak ham bo'ladi. ASML, AMAT degan kompaniyani ko'pchilik bilishi mumkin yoki Lam Research degan kompaniyani bilishi mumkin. Bular semiconductor equipmentlarni chiqarishadi, ya'ni equipmentlar, ya'ni ASML umumiy holatda biz mana bu kompyuterni printerni aytadigan bo'lsak, ana shu printerni yasab beruvchi bu ASML hisoblanadi. Va printerning ichidagi mayda produktlari, kichkina detallarini AMAT yoki Lam Research'ga o'xshagan kompaniyalar yasab berishadi. Umumiy holatda hammasini yig'adigan narsa bu ASML. Va ASML umumiy holatda stanokni yasadi, ya'ni chip ishlab chiqaradigan mashinani yasadi va uni Samsung va mana bu grafikda ko'rganingizdek Samsung va Taiwan Semiconductor kompaniyalariga sotadi. Umumiy sotuvchilari bu yerda asosiy Samsung va TSM desangiz ham bo'ladi. Endi ko'pgina kompaniyalarni siz biladigan Nvidia, AMDga o'xshagan boshqa chip ishlab chiqaradigan kompaniyalar o'zlarini zavodlari yo'q. Ular Samsung va TSM kompaniyalariga chip ishlab chiqarish uchun dizayn berishadi. Ya'ni biz aytayotgan AMD, Nvidiaga o'xshagan kuchli chip gigantlar deydigan kompaniyalarimiz, bular siz bilan biz ko'rishimizdagi, ya'ni dengizni tepasidagi kichkina qatlamlar deydigan bo'lsak, lekin ularni tagida yotadigan monsterlar TSM, Samsung va ASML hisoblanadi. Bular umumiy chip bozorining eng yuragi. Mana shu uchala kompaniya chip ishlab chiqarish bozorini ushlab turuvchi eng katta ustunlar desak ham bo'ladi. Aytganimizdek, ASML produkt chip ishlab chiqarish uchun mashina yaratadi. U mashinani TSM va Samsungga sotadi. Intel ham qisman ma'noda o'zi chip ishlab chiqaradi. Mana shu narsadan shug'ullanadi. Va AMD mana bu yerda ko'rganingizdek, grafikda ko'rib turganingiz boshqa kompaniyalar hammasi Samsung, Intel va TSMga chip ishlab chiqarish uchun dizayn beradi. Ana shu dizayn asosida Taiwan Semiconductor, Samsung yoki Intellar chip ishlab chiqarib AMD, Nvidiaga yetkazib berishadi. Mana shu narsa umumiy chip bozorini qisqagina infratuzilmasi desak ham bo'ladi. Xo'p, nimaga endi ASMLga qiziqyapmiz? Chunki ASML aytganimizdek, bu chip ishlab chiqarish bozoridagi monster haqiqatan teng yo'q. Monopolist deydigan bo'lsak, umumiy grafikini texnik holatdan ko'rib o'tamiz. Texnik holatini ko'radigan bo'lsak, oxirgi payt ozgina korreksiya bo'ldi. Har doim aytganimizdek, aksiya narxi juda ham keskin o'sadi va korreksiya bo'ladi. Aksiyalar, ya'ni investorlar yoki bo'lmasam aksiyadorlar, retail investorlar ozgina aksiyadan daromadlarni fiksировать qilib dam olishadi va aksiya narxi pastga tushganda yana uje sotib olish boshlanadi. Xo'p, umumiy o'sishdan keyin aksiya narxi birozgina consolidationda yurdi. Bu period qancha davom etdi? Ko'radigan bo'lsak, bu periodimiz taxminan 310 kun, 1 yil davomida, o'rtacha 1 yil desa ham bo'lar ekan. 1 yil davomida aksiya narxi konsolidatsiyada yurdi. Bunga iqtisodiy, siyosiy omillarni sabab qilishi mumkin. Urushlar, chip bozoridagi o'zgarishlar, bular hammasi aksiya narxiga ta'sir qilgan. Endi nimaga aksiya narxi yana o'syapti? Chunki chip bozori yana rivojlanyapti, AI rivojlanyapti, sun'iy intellekt rivojlanishi orqasidan mana shu produktlar o'sishayotganini ko'rishimiz mumkin. Asosiy holatda nimaga biz bu kompaniyalarni tahlilni birinchi navbatda ko'ryapmiz? Nimaga Nvidia emas, nimaga AMD emas? Aytganimizdek, chip bozorida talab yuqorimi? Haqiqatda sun'iy intellekt biz o'ylagan darajada rivojlanyaptimi yoki yo'qmi? Mana shu narsani to'laqonli tushuntirib ko'rsatib beradigan narsa bu ASML, ya'ni ASML kompaniyasi hisobotlari, Taiwan Semiconductor kompaniyasining hisobotlari. Nimaga bunaqa deymiz? Chunki haqiqatdan talab bormi yoki yo'qmi? Yoki Nvidia bilan AMD shunchaki bozorda manipulyatsiya qilib, talab juda ham yuqori, biz ulgurmayapmiz degan ma'lumot tarqatyaptimi degan narsani beradi. Agar haqiqatdan ham talab yuqori bo'ladigan bo'lsa, ASML va Taiwan Semiconductor kabi kompaniyalarni kvartal hisobotlari ham zo'r chiqsa, haqiqatdan talab yuqori, chiplarni sotuvi zo'r bo'lyapti degan ma'lumotni beradi. Xo'p, grafikni ko'ryapmiz, juda ham zo'r. Biz bu kompaniyani investorlarimiz uchun 790, 700, 800 dollar, 790 dollar atrofida kirishga bergandik. Mana bu joylardan hozir yaxshigina foydada turishibdi. Ushlab turganlari bor. Kimlardir bu pozitsiyadan chiqib ketgan, bizning tavsiyamizga binoan. Xo'p, bu umumiy holatda
financialni ko'radigan bo'lsak, Summary'siga ko'ramiz. Ya'ni ASML kompaniyasini ko'rayotgan bo'lsak, mana profitability'si 10 judayam moshni kompaniya. 8 financiallari, growthlari 10 haqiqatan judayam kuchli kompaniya aytib o'tganimdek, bu ma'lumotlarni ko'rib turibsiz. Endi oxirgi kvartalning hisobotlarini ko'ramiz. Oxirgi kvartalning hisobotlarida kompaniya qanaqangi natijalar qildi. Umumiy holatda EPSlarni bit qilib bergan. Mana bu joyda ma'lumotlarni ko'ryapsiz. Daromadlar 752 milliardga oshganini ko'rsatyapti. O'tgan yilga nisbatan, lekin expectationdan ko'ra sal kamrog'ini bergan. Lekin kompaniya 2000 aytyapti 2025-yil 4-kvartal uchun strong outlook berayotganini ko'rsatdi. Ya'ni kompaniya 4-kvartalda ham yaxshigina daromad qilishi mumkinligini izohlab o'tyapti. Bu narsalarning hammasini mana bu kompaniyaning kvartal hisobotidan ko'rib o'tishimiz mumkin. Xo'p, yana bizga asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu yerda oxirgi kvartal hisobotidagi ma'lumotlari. Mana ASML kompaniyasini Q3 kvartaldagi ma'lumotlari va nimaga asoslanganligi va aksiya narxi o'sishiga yana sabablardan bittasi partnership qilgan, ya'ni qo'shimcha shartnoma imzolagan. Mana shu narsa aksiya narxini keskin o'sishiga sabab bo'lyapti deyishimiz mumkin. Bu ma'lumotlarni o'rganib chiqishingiz mumkin. Hammasini sizga bitta-bitta izohlab chiqadigan bo'lsam, kompaniya judayam ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun o'zingiz bu ma'lumotlarni internetdan qidirib, ChatGPTdan foydalanib, bemalol tahlillarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Umumiy holatda kompaniyani net income, ya'ni sof foydasi 28.3% ga oshganini ko'rsatyapti. Bu juda ham kuchli va kesh imkoniyatlar kompaniyani kvartalni mana shu oxirgi kvartal hisobotidan keyin naqd pul holati rezervi 1 milliarddan 501 milliard. 501 milliarddan ortiqroq naqd pulga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Xo'p, endi biz pastroqga tushadigan bo'lsak, kompaniya pozitiv holatda, mana shu pozitiv pointlari nima? Kompaniya umumiy holatda judayam kuchli kvartal hisobot e'lon qilgan va uni aksiyalarga pozitiv ta'sir qilayotgan bitta narsa strategik partnership Mistral AI degan kompaniya bilan shartnoma imzolaganda, bu kompaniyani moliyaviy holatini yana ham yaxshilashga olib keluvchi triggerlardan bittasi deya olamiz. Keyingisi kompaniya expectatsiya. Ya'ni expectationlari 4-kvartal uchun kompaniya juda ham kuchli kvartalni expectationlar beryapti. Bu umumiy holatda daromadlari 4-kvartalda 9.2 milliarddan oshishini va 9.8 milliard atrofida bo'lishini taxmin qilyapti. Bu juda ham kompaniya uchun yaxshi nima deydi, natija deyishimiz mumkin bo'ladi va 2026-yilda kompaniya nima uchun bu yerda negativ pointlarni izohlab o'tyapti. Amerika va hozirgi holatda Xitoy o'rtasidagi savdo urushlari sabab kompaniyada mana shu chip ishlab chiqarishda Xitoy bilan ozgina talabni pasayishi, mana shunaqangi holatlar bo'lishi mumkin. Chunki bu kompaniya o'zi aslida Niderlandiyada joylashgan bo'lgani bilan Amerikaga baribir bog'liq bo'lgan kompaniya hisoblanadi. Shu sababdan Chinadan keladigan daromadlar ozgina kamayishi bu kompaniyaning aksiya narxini pastlashiga olib kelgan. Mana shu beriladigan expectationlar. Bularni tanishib chiqasiz. Kompaniyani kvartal hisobotini ko'rayotganda yana umumiy ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalari asosan shular. Ya'ni 4-kvartalga nimalar beryapti va keyingi kvartalga deyishimiz mumkin va nimani hisobiga kompaniya ko'proq daromad qilishi mumkinligini aytib o'tadi. Ya'ni sanab o'tganlarimiz texnik holatlarni ko'ramiz. Fundamental holati kuchli bo'lsa, oxirgi e'lon qilingan kvartal hisoboti hozirgi masalan 3-kvartal va 3-kvartalda nima natija qildi, 4-kvartalda nima natija qilmoqchi ekanligini aytib o'tadi. Mana bu yerdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana gross margin qanaqangi holatda. 4-kvartalda kompaniyaning gross marjasi 51-53% atrofida oshishi mumkinligini ko'rsatyapti. Hozir 51.60 atrofida yuradigan bo'lsa, gross marjasi yana ham ko'tarilishi mumkinligini kompaniya o'zini mana shu kvartal hisobotida aytib o'tyapti. Bu investorlar uchun ham, retail investorlar uchun ham, institutsionallar uchun ham juda ham yaxshi, juda pozitiv yangi yil hisoblanadi. Shuning uchun ham bu kompaniya hali uzoq muddatda yaxshigina o'sishi mumkin bo'ladi va kompaniya tahlil qilganingizdan so'ng kirish nuqtasini topishga, optimal bo'lgan kirish nuqtasini topishga harakat qiling. Qayerda olsam bo'ladi degan narsalarga alohida e'tibor berishingizni so'rab qolardik. Xo'p, hozir biz agar yana qaytadan kiradigan bo'lsak, 9.33 gacha bo'lgan kirish nuqtalarini kutib o'tirishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu yergacha agar keladigan bo'lsa, haqiqatan yana pozitsiya olish uchun signal qidiramiz, ya'ni pozitsiya olmaymiz, signal qidiramiz. Ya'ni texnik tomondan foydalanamiz.
Mana shu joylarda agar 788 800 kelsa, bu biz uchun yana ham yaxshi. Agar 645 kelsa, bu juda ham vau, haqiqatdan bu kompaniyaga sekin kirib ketsak bo'ladi. Faqat moliyaviy tomondagi asoslarni ko'rgan, texnik tomondagi asoslarni ko'rgan holatda. Ya'ni qaror qabul qilishdan oldin aksiya narxi tushgan bo'lganda ham. Nima sababdan tushgani oldin sababini topamiz. Kvartira hisobotlar zo'r bo'lsa ham va keyin qaror qabul qilishimiz kerak. Aksiyani portfelga qo'shib olishimiz yoki qisqa yoki o'rta muddatli savdo qilishimiz uchun. Bugungi video mana shu. Qisqagina, lo'ndagina qilib sizga kvartira hisobotlarini ishlash va ASML haqida qisqagina ma'lumot berdik. Agar mayna mana shu yo'nalishimizda, ya'ni kvartira hisobotlar bilan ishlash bo'yicha ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Bitta narsani ogohlantirib o'taman. Kvartira hisobotlarda kvartira hisobot chiqishidan oldin bu kompaniya investitsiya qilish, ya'ni kvartira hisobot chiqsa tepaga otib yuboradi. Shuni hisobiga katta daromad qilaman degan mana bu joyda misol uchun ko'rishimiz mumkin. Shunaqa xayol bilan kirish umuman xayolingizga kelmasin. Bu juda ham xavfli. Siz hech kim bilmaydi kompaniyani kvartira hisoboti chiqqandan keyin qanaqa reaksiya bo'lishini. Eng zo'r yo'li, eng riski kam yo'li kvartira hisoboti chiqqandan keyin bu kompaniyaga qo'shilib olish. Entry point'ini topasiz. Texnik tomondan zo'r, kompaniya fundament tomonidan zo'r ma'lumot chiqardi. Texnik tomondan zo'r entry point topiladi va kirib qo'yasiz. Shu bilan sekin oqimga qo'shilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun AMD'da ham xuddi shunaqangi oxirgi kvartiralardan keyin shunaqangi holatlar bo'lgandi mana. Kvartira hisobot chiqdi. Ozgina yurib turib korreksiya qilishni boshladi. Ya'ni zo'r natijalarni berdi va keyingi kvartalga katta natijalar bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz investorlarimizga mana shu 156-160 dollardan kirish nuqtasini berdik va mana keyingi kvartalgacha yaxshigina hozir daromadda turibmiz investorlar bilan birgalikda. Agar sizga ham xuddi mana shu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana xuddi shu yo'nalishimizni davom ettirishimizni xohlasangiz, izohlarda fikringizni qoldiring, like, podpiskalarni bosing. Nimagaki, bu bizni keyingi videolarni chiqarishimizda, yana ham chuqurroq tahlil qilishimizda bizga nima deydi, motivatsiya bo'ladi. Chunki sizlardan qanaqadir qaytim bo'ladigan bo'lsa, qiziqish, reaksiyalar bo'ladigan bo'lsa, biz bu formatda yana ham davom ettirishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.